Allohning fazli bilan sizlarning omonatlaringizni ulashmoqdamiz. Saxovatli birodarlarimizdan kelgan ushbu moddiy yordamlar bilan birga xayr va barakali yomg'irlar ham keldi. Alloh sizlarni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Ramazon bayramingiz muborak bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Allohga eng sevimli inson odamlarga eng foydali bo'lganidir. Alloh taoloning fazli bilan, so'ng saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti orqali zakotlarini yuborgan birodarlarimiz ko'magida bugun Ramazon oyining 27-kuni ushbu naqd yordamlarni urushdan jabrlangan va ko'chirilgan aholilarga ulashmoqdamiz. Alloh sizlarni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Sizlar bizga yordam berdingiz. Og'ir paytda bizni qo'llab-quvvatladingiz. Yordam kamaygan, imkoniyatlar toraygan paytda sizlar bizga madad bo'ldingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh sizlarga baraka bersin. بالحب مددنا أيدينا وزرعنا الأمل Ramazonning so'nggi kunlari. G'azo sektorida hayot hanuz og'ir sinovlar ichida davom etmoqda. Ko'plab oilalar uy-joyidan ayrilib, chodirlarda yashashga majbur. Ish o'rinlari yo'q. Daromad manbalari to'xtab qolgan. Aksar oilalar kundalik hayotini insonparvarlik yordamlari evaziga davom ettirmoqda. Shu muborak kunlarda G'azo sektorining markaziy hududida chodirlarda yashayotgan aholiga zakot mablag'lari ulashdik. Bu yordamlar faqat moddiy ko'mak emas, balki og'ir sinovlarni boshdan kechirayotgan insonlar uchun dalda va umid hamdir. Bosqin, qamal va og'ir hayot sharoitlariga qaramay, G'azo aholisi sabr bilan yashashda davom etmoqda. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida siz aziz ehson egalari topshirgan omonatlarni ehtiyojmand oilalarga yetkazishda davom etmoqdamiz. Alloh taolo qilgan zakot va ehsonlaringizni qabul qilsin. تسمو في الأفق يداه بالبركة دوما نتسامى نمضي في حب وعطاء. Biz hozir 1447-hijriy yil Ramazon oyining 29-kunidamiz. Shom azoniga ham oz qoldi. Shu paytda ham saxovatli qo'llar orqali yuborilgan omonatlaringizni tarqatishda davom etmoqdamiz. Alloh taolo qilgan ihsonlaringizni qabul qilsin. Ajrlaringizni to'liq va ziyoda qilib bersin. Biz esa sizlarning omonatlaringizni yetkazish uchun kechani kunduzga ulab harakat qilyapmiz. Marhamat, Ramazon bayramingiz muborak bo'lsin. نور لا يخبو وغمام يهمي بذلا في الأرجاء. بمددنا أيدينا وزرعنا الأمل الوضاء نرسمها بسمة إسعاد. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. وبكم تتنامى بركات وتفيض الأكوان بهاء. وبكم نبع النور سيبقى بالبركة عذبا معطاء. بالبركة عذبا معطاء. بمددنا أيدينا وزرعنا الأمل الوضع